Alaykum Sulton Fazil obunachilari, mana Tojikistonda Isparadagi uyimizni ham bitiryapmiz. Terma gibga men bo'lyapti. Ko'rib baho beraverasizlar. Ish jarayoni. Bo'lsa, ertaga motorablarni ham opishtirib olishimiz kerak. Ha shunday qilib. Mana ko'cha taraflari bo'lgan. Ko'cha taraf so'kilib qolyapti. Bo'lsa, bittaning uraveramiz aytdim. Ber tarafi ham bo'ldi. Termo gibga men hozir men sizlarga ko'rsataman. Nimaga termo gibga men deydiganimni. Mana po'kagi bor, orqasida setka bor, kafelnikilar bor. Majlar tortilgan. Bu termo gibkaman deydi, nima sababdan? Uyda o'tib qiladi, issiq sovuq tushadi. Qishda issiq, yozda salqin qiladi. Uy isib ketmaydi. Moshi narsa bo'ladi, bemalol yuvsangiz bo'laveradi buni. Bularda. Talabga javob beradi. 10 yildan 15 yilgacha garantiyalari beriladi. Ha, Tojikistonda qiladigan uyimiz bu. Rangi o'zgarmasligi, devordan ko'chib ketmasligi garantiya beriladi bularda. Ha, ustakalarimiz ham oyog'ibdi. Bekarchi odamda ish yo'q odamdek bular.